Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. 10-beletimizni test savollarini tahlil qilib chiqamiz. Birinchi savolimiz: yo'l transport hodisasiga daxldor bo'lgan haydovchilar birinchi navbatda bajarishlari shart. Demak, birinchi navbatda yo'l transport hodisasiga daxldor bo'lgan haydovchi darhol to'xtash va hodisa sodir bo'lgan joyda qolish. Avariya majburiy to'xtash yoritgichini yoqish va avariya sabab to'xtash belgisini o'rnatish. F2 javobimiz to'g'ri. Belgi ostidagi qo'shimcha axborot belgisi nima bildiradi? Endi bu ogohlantiruvchi xavfli burilishlar belgisi, yuqoridagi asosiy belgi. Uning ostidagi qo'shimcha axborot belgisi ta'sir yo'nalishi, ya'ni xavfli burilishlar umumiy uzunligi 100 metr deyapti. Demak, to'g'ri javobimiz yo'lning xavfli burilishlari bo'lgan qatnov uzunligini. Qaysi belgi to'siqni chapdan chetlab o'tish deb ataladi? Demak, bu yerda to'siqni chapdan chetlab o'tish 3-belgimiz. Birinchi belgimiz bu chorrahada buyuradi, chapga va qayrilib olishga ruxsat etadi. Ikkinchi belgimiz xavfli burilish chapga, ogohlantiruvchi belgi. 4-belgimiz bir tomonlama yo'lga chiqish faqat chapga deyapti. Xo'p, endi 4-belgida to'g'riga chapga qayrilib olish mumkin, o'ngga yurish mumkin emas. 5-belgimiz chetlab o'tish deyapti. Endi savol bo'yicha to'siqni chapdan chetlab o'tish deb ataladi. Demak, to'g'ri javobimiz F3. Qaysi transport vositasi haydovchisi yo'l berishi kerak? Demak, teng ahamiyatli chorraha. Teng ahamiyatli chorrahada chapga burilayotgan haydovchi ro'paraga yo'l berishi kerak. Demak, yo'l berishi kerak avtomobil haydovchisi. Chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Demak, bu tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan chorraha. Xo'p, demak, ushbu holatda qizil va ko'k avtomobillar asosiy yo'lda. Ko'k avtomobil chapga yurganligi uchun ro'paraga yo'l beradi. Demak, birinchi bo'lib qizil avtomobil o'tadi, ikkinchi ko'k avtomobil, uchinchi sariq va oxiri yashil avtomobil harakatlanadi. Demak, birinchi bo'lib o'tadi. Xo'p, qizil avtomobil haydovchisi. Ishchi tormozi to'satdan ishlamay qolganda avtomobilni qanday to'xtatish kerak? Ishchi tormozni pedalni nazarda tutyapti. Demak, ishchi tormoz ishlamay qolganda eng past uzatmaga o'tish, to'xtab turish tormozi bilan tormozlash, zarur bo'lganda biron bir to'siqdan foydalanish. F1 javob to'g'ri. Qayrilib olish taqiqlanadi. Chorrahaga 15 metrdan yaqinroqda qayrilib olsa bo'laveradi, taqiqlangan holat bo'lmasa. F2 tartibga solinmaydigan chorrahalarda agar kesib o'tilayotgan yo'lda bir tomonlama harakatlanish tashkil etilgan bo'lsa, bu yerda ham qayrilib olsa bo'ladi, lekin o'sha bir tomonlama yo'l tashkil etilgan bo'lsa deyapti. Qarama-qarshi strechib yurmasa bo'ldi kesishmada. Lekin qayrilib olishga ruxsat etadi. Lekin piyodalar o'tish joylarida qayrilib olish taqiqlangan. Shatakka olingan mexanik transport vositasida qaysi tashqi yoritish chiroqlari yoqilgan bo'lishi kerak? Olingan mexanik transport vositasi deyapti. Bu olingan transportda avariya xavf-xatar ishoralari yoqilgan bo'lishi kerak. 9-savol. Qon oqishini to'xtatish jigut qo'l-oyoqlarni qayerdan bog'lanadi? 10-15 sm yuqoriga. Mototsikl shinalari naqshining qoldiq chuqurligi qanchadan kam bo'lmasligi kerak? Demak, mototsikllar shinasining qoldiq chuqurligi 0,8 millidan kam bo'lmasligi kerak. Qaysi transport vositasining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish ustunligiga ega? Bu yerda yengil avtomobil haydovchisi, bu maxsus transport vositasi sariq, zarg'aldoq, mayoqcha bo'lsa, bular birinchi yurish huquqiga ega emas. Xo'p, demak, yengil avtomobil haydovchisi birinchi yurish huquqiga ega. Bu belgilarning qaysi biri bir tomonlama harakatlanish yo'liga chiqishni bildiradi? Demak, 1 va 5-belgilarimiz bir tomonlama yo'lga chiqishni bildiradi. Qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladi? Xo'p, demak, e'tibor bersak, o'rtada 1-11 chizig'i bor, uzuk-uzuk tomondan kesib o'tishga ruxsat etiladi. Shuning uchun A, B va V yo'nalishlar barchasiga ruxsat etadi. Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonganda, shlagbaum ochiq turgan holatda. Qishloq xo'jaligi mashinasini mexanik transport vositasida yuklab olib o'tish holatida
tezligi 8 km/soatdan ko'p bo'lgan transport vositalar. Demak, bunda to'g'ri javobimiz F1 javob. Svetoforning taqiluvchi ishorasi yonganda shlagbaum ochiq turgan holatda temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi. Avtomobillar chorrahadan quyidagi tartibda o'tadi. Demak, e'tibor bersak, bu yerda qizil avtomobil chapga burilish ishorasi yoqilyapti, ko'k avtomobil ham chapga burilish ishorasi yoqilgan. Xo'p, yashil avtomobil esa o'ngga burilish ishorasi yoqilgan. E'tibor bersak, uchalasi ham bir vaqtda harakatlanishga ruxsat etiladi, chunki bir-biriga xalaqit berilmaydi. Ya'ni bir-biri bilan kesishmayapti. Uchalasi bir vaqtda. Yo'lovchilarning va mahkamlanmagan yukning shiddat bilan oldinga surilib ketishiga nima sabab bo'lishi mumkin? Demak, faqat tezlikni keskin oshirish yo'q, faqat keskin tormozlash sababli yuk oldinga surilib ketishi mumkin. Mahkamlanmagan yuk. Kunduzgi vaqtda transportning oldi yoki orqa tomoniga 1 metrdan ortiq chiqib turgan yuk qanday belgilanadi? Demak, kunduzgi vaqtda deyapti, diagonal bo'yicha qizil va oq almashuvchi chiziqlar bo'lgan taxtacha yoki bayroqchalar bilan. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bajaradi. E'tibor bersak, piyodalarning yo'nalishini ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziq yo'naltirgichlari piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Sirpanchiq yo'lda karburatorning drossoz zaslonkasini keskin ochish qanday xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin? Xo'p, demak, yo'l muzlama, qor, sirpanchiq bo'ladigan bo'lsa, xo'p, avtomobil uzatma ulangan holatda yoqilg'i uzatish tepkisini, ya'ni gaz pedali deymiz, uni ko'p bosiladigan bo'lsa, natijada yetak cho'qlar tez aylanish hisobiga avtomobil o'ngga yoki chapga sirpanib ketishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri javob avtomobilning yonga sirpanib ketishiga. Yuk avtomobilning yukxonasida qancha miqdorda odamlarni tashishga ruxsat etiladi? Tashilayotgan odamlar soni o'tirish uchun jihozlangan o'rindiqlar miqdoridan ortiq bo'lmasligi kerak.